Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Holland Husanovdan hayratga tushdi. Manchester City hujumchisi va eng zo'r to'purari Erling Holland jamoaning markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovga bo'lgan hayratini yashirmay, o'zbek futbolchisi haqida iliq fikrlarni bildirdi. 22 yoshli Husanov Manchester City'dagi birinchi to'liq mavsumini juda ishonchli va yuqori darajada o'tkazmoqda. Angliya Ligasi Kubogi finalida ham Erling Holland bir necha bor Husanovga kubokni ko'targan holda muxlislarga yuzlanishga undagan edi. Holland Husanovdan atigi 3 yosh katta, ammo u o'zini jamoadoshiga g'amxo'rlik qilishni yaxshi ko'radi. Abduqodir Manchesterga kelganidan beri norvegiyalik yulduz uni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Erling Abduqodirning Premier Ligaga qanday moslashganidan ta'sirlanganini ma'lum qildi. Husanov jamoasi bilan ilk sovrini Angliya Ligasi Kubogini qo'lga kiritdi. Yanvar va mart oylarida Manchester City'ning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan taqdirlandi. Legionerimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.